shu qizardida. Aha. Shu bilan o'zi yo'qoldi. Shundan keyin e'tibor bersam, isitma qilib, Местный isitma. Общий isitma chiqqan yo'q, o'zida. o'zida O'zida bo'lyapti isitma. o'sha o'zi isitma chiqarib 38, o'sha 39 orqasini keyin qaraymanda, o'sha isitmada chiqarganda. Xo'p, bu bolamizda hozir fiksatsiyalangan eritema. Fiksatsiyalangan eritemani ko'pincha asosan dorilar keltirib chiqaradi. Endi siz eslab ko'ring, 2 yil ichida bolaga qanaqa dori bergansiz? Bularda parasetamol, Parasetamol ham beradi, ibuprofen beradi. ibuprofen, Ko'p kasal bo'ladi. norsulfazol, Yo'q, unaqa. ceftriakson, Titration ham o'tgan yil yangi yil Bexetol, Bexetol shu bergan. kabi antibiotiklar. Qaysidir antibiotikni siz qayta ichiryapsiz yoki shu qaysidir parasetamol yoki ibuprofen qaysidir dorini. Bu boshqa joyga siljimaydi, faqat shatda o'zidan chiqadi. Boshqa joydan, chunki o'z nomi bilan fiksatsiyalangan eritemada bu toksikotermiya, doridan zaharlanishda bitta ko'rinishi. Bu yengil turi. Agar siz o'sha dori preparatlarini yana vrach назначениясisiz o'z xolischa isitma chiqqanda berib borishda davom ettirsangiz, bu umumiy toksikotermiyaga o'tib ketadi. U og'ir holatlarga olib keladi. O'zimiz uchun Faqat vrach nazorati ostida. O'zingizda bilyapsizmi bunaqasi? o'zim ham sestra, akshirlik o'qiganman, o'zim Hamshira vrach emas. Vrach har doim nojo'ya ta'sirini, yoshini hisobga olib turib baribir yozadi. Isitma chiqyaptimi, pediatr ko'rsin. Mana bunaqa toksikotermiyaga o'xshagan alomatlarga olib keladi. Bu yengil o'tib ketyapti sizlarda. Sizni ogohlantiryapti, organizmingiz signal beryapti. Shatda shunaqa reaksiya bo'lyapti, hushyor bo'l, qayta bu dorini qo'llama deyapti, lekin siz yana o'sha dorilar beryapsiz. Keyingi asoratlari og'ir kechadi. Reanimatsiya holatigacha olib kelishi mumkin. Masalan, nima keyin keshishi bo'lishi mumkin, nafas qisishi mumkin. Dori toksikotermiyasi shunaqa og'ir.